7 ayının 13 gündən 17 günügacha Fransiyada ötküzülген xalqara dаңlıq müzik festivallarından Weyshagu müzik festivaliga Uyg'urlarning Non Sounds, ya'ni Unsiz nomliq müzik atirdi qatnashib, elektronlik müzik o'rinlagan. Erpan va Hasan ismli ikki Uyg'ur yoshdan tashkillangan bu elektronlik müzik atirdi bu festival qatnashgan tunji Uyg'ur müzik atirdi bo'lib qolgan. Bu festivalning uyushtiruvchi tarafining tonishtirishiga qaraganda, Unsiz müzik atirdining qadimiylik bilan zamonaviylik birlashgan musiqalari o'zgacha sehriy kuchga ega ekan. Uyg'urlarning vaziyati Fransiya jamiyatining diqqatini qo'zg'ab, Fransiya parlamenti Xitoyning Uyg'urlar qarta irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilganligini e'tirof qilgan bir vaziyatda, bu musiqa atirdining Yevropadagi dаңlıq müzik festivalining sahnasidan o'rin olishi belgilik ta'sir qo'zg'agan. Ma'lum bo'lishicha, Unsiz musiqa atirdi 2022 yil 12 oyda Fransiyaning Reims shahrida o'tkazilgan elektronlik müzik festivaliga qatnashib, yerlik taratqularning diqqatini qo'zg'agan ekan. Unsiz musiqa atirdidan Asanning muxbirimizga bildirishicha, ular bu sahnaga chiqish uchun zo'r tirishchanliklarni ko'rsatgan. Ularning arzusi mushundaq xalqarалық sahnalardimi o'zini namoyon qilib, dunyoning Uyg'urlarga bo'lgan qarashi va tushunchisini o'zgartirish ekan. Ma'lum bo'lishicha, Fransiyaning Weyshagu müzik festivali 1992 yildan beri o'tkazilib kelayotgan bo'lib, uningga Yevropadagi rock, pop, elektron, hip-hop qatorliq müzik turlarida dang chiqargan muzikantlar taklif qilindi ekan. Bu vaqtdagi xabarlarda mazkur müzik festivaliga 2017 yili 280 ming tomoshabin qatnashganligi ilgari surilmoqda. Egallashimizcha, Erpan va Hasanning Unsiz elektronlik müzik atirdi 2015 yili qurilgan ekan. Bu yerda bu ikkilanning butun tirishayotganimiz Uyg'ur ovozini texnik qilamiz. Biz Uyg'urning san'atkori. Bayram nurg'un ism ostida cho'ng bo'lgan kichigimizdan birdan-bir bizda bo'lgan bir muhabbat, biz Uyg'urlarimizdan qanchalik mehmondo'st, xushal odam bir millat ekanligimizni, bu yer şarının şundaq bir güzel yerdeki bir çoğun bir makan işgalligini dünyaya bildiriş benim bir arzuyum. Her bir kıtım we are Nansan, we are Uyghur deb qo'limni ko'tarib Weyshagu deb bir to'liga qo'yib bizning mashrab pag'osh mas'ulligimiz bu bir muzikadan hammaydan o'ynab bir kayf. Uyg'ur deb to'liga vaqtimda ashlarning aşık qalsisiga bağa adamlar chiqargan ovozini olgan vaqtimda deb o'ldirim anıldı deb bilaman. Thank you so much. We will see you soon. We are Non Sound.